Assalomu alaykum barchalarga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun haftaning qaysi kuni edi? Shanba kuni, uzr. Haftaning shanba kuni, chisto 22-fevral kunidan barchalarga assalomu alaykum. Ibrohimbek Go kanaliga xush keldilar o'rtoqlar. Yangi kelganlarga barchalarga assalomu alaykum deyman o'rtoqlar. Yangi kelganlar yo'qotib qo'ymasligi uchun podpiskaga tugmasini bosib, like'larni bosib qo'yasizlar. Xo'p, yangi yuk chiqdi o'rtoqlar. Har doimgidek video kelgandan bilsalaring kerak o'zi yangi yuk chiqqanini. Yukimiz yana xuddi shu nimaga mashhur o'sha apparat bor edi-yu, mashhur apparat. O'sha skladga borib, ana o'sha yerdan yana xuddi shunday Orlando shahriga, Floridaga yuk oldik o'rtoqlar. Haftaning oxiri bo'lgani uchun bo'sh o'tirmaylik dedikda yukni oldik. O'tgan videoda aytgandim shekilli, yuk chiqib qolish kerak deb hisob-kitob qilgandik. Endi ana shu yuk, mana shu yuk. Xullas shoshilishimiz kerak, borishimiz kerak. Hozir pustoyni tashlaymiz. Pustoyni tashlaganimizdan keyin, undan keyin nimaga borishimiz kerak? Nima dedi? Yukka borishimiz kerak. Yukka ham где-то bir 30 maylik yo'limiz bor, 35-40 maylik yo'limiz bor. O'shaning uchun tezlashimiz kerak. Tezroq soat hozir 10 bo'ldi uje. Yoqqa borganimizcha 11 bo'lib ketadi, yo'lga chiqqanimizcha 12 bo'lib ketadi. O'shaning uchun tezlashimiz kerak. Let's go. Ketdik hozir srazi qaranglar. 1 2 3 deyman-ku, ha, 1 2 3 deyman. Srazi yuk tashlashni ulaveramiz srazi. Qaranglar. Hozir yana yuk tashlash deyapman. To есть nima, bo'sh treyler tashlashga 70 mayillik yo'limiz bor, 75 mayillik. O'shani zing'itib o'taman-da, hozir kech bo'lgani uchun yo'lda olib o'tirmayman. Zing'itib boramizda, srazi tushirayotganimizda, tushirib bo'lganimda, anaqa bo'lganimda videoga olaman, skladga borgandim. Ketdik. 1 2 3 let's go. Xo'p o'rtoqlar. Mana yetib keldik. Bu bo'shni tashladik, emptyni. Bunaqangi ajoyib dala joyda. Yerda asfalt yo'q, tuproq. Baq shkola ekanda, qaranglar. Dugalar qo'yib qo'ygan. Bu narada treyler traklar bor. Ko'ryapsizlar? Mana shu traklarda yoqda ham nimalar bor, dugalar turibdi. Xullas, mashq qiladigan shkola ekan, avtoshkola. Trak shkola ekan. Xo'p, bu yuk tashladik. Bo'sh tashladik. Qaranglar, stresh nomer 909. Mana o'rtoqlar, treylerni ham qo'yib oldik, tashlab oldik. Endi yo'lga chiqsak. Xo'p, yo'limiz biz o'ylaganimizdan uzoqroq ekan, 67 mayl. 67 mayl yo'limiz bor. Unda let's go shoshilishimiz kerak. Bundan hozir chiqib olsak, assalomu. Ana, bo'ldi, uzildi treyler. Ha. Asosiy narsa qolib ketdi-yu. Bittachini taqdimi? Bo'ldi, unda ketdik. Readymiz, tayyormiz yo'lga. Svetlarni o'chiramiz. Bunday qilib da o'chdi, bo'ldi. Bo'ldi, unda yana o'sha mashhur nimaga skladga boraylik. Yana kamerani ochaman, ma'qulmi? Unda ketdik. Qaranglar, yana 1 2 3 qilaman. Tayyormisizlar? Mana yo'llar chiqib olsak men aytdim. Hoppa. Ketdik. 1 2 3 let's go. Xo'p o'rtoqlar, yetib keldik. Mana yana o'sha mashhur koridor, mana o'sha mashhur apparat. Xo'sh, ajinasi kamay qolibdi. O'tgan safar to'laydi. Maylislar. Ajinasi kamay qolibdi. Endi qog'ozimizni olaylik shu bilan. Let's go, ketamiz. Xo'p o'rtoqlar, qog'ozimizni oldik. Endi treylerimizni topib olsak, bo'ldi, shu bilan ulaymiz. Yo'llarga qo'yilamiz, o'rtoqlar, yo'llarga chiqamiz. Unda let's go deymiz. Ish boshlansin deymiz, ketdik. Xo'p o'rtoqlar, treylerimizni topdik. Ko'ryapsizlar. Bunga necha baho berasizlar? Bu yerda bitta treyler bor, uzoqlashtiray, nima qilib. Qorong bo'lib qolyapti-da. Xullas, bu yerda bitta treyler bor. Bu treyler bizniki. Orasini qaranglar. Bitta mush sig'adi. Ha, narada plombasi bor, rasmi tushish kerak. Endi ozroq oldiga olamiz, iloji yo'q. Tak, bu yuk og'ir, 33,000 pound. O'shanga endi oldinroqqa surib
to'g'rilaymizda. Kilolarni hammasini to'g'rilashimiz kerak. Unda hozir men shularni to'g'rilab olay. Kabinaga chiqib olay. Yana videoni ochamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'rganlaringdek treylerlarni ham oldik. Nimalarni joylashtirib oldim, kilolarni to'g'rilab oldim. Unda let's go deymiz, yo'lni boshlasin deymiz. Yo'limiz 600 yo'q, qayoqqa 974 mayl. Unda ketdik. Hozir men ertalabgacha haydayman. Ertalab 1-2 soat uxlab olib, sraz yana yo'l davom ettiramiz o'rtoqlar. Unda let's go deymiz, yo'l boshlasin. Xo'sh, yana nima gap? Endi yuramiz, yana bir 170 mayl, 200 mayl yurak. Keyin shu bilan transportga lokatsiya qurib qo'yganman. To'xtaymiz bor. Qanaqa bino ekan? Ada binolar bor. Boya ertaroq ochmabman-da kamerani. Boya tepalikdan tushayotgandim, shahar dahshat ko'rdim ekan. Tepalikdan. To'xta dedim, kamerani ochay dedim. Sizlar bilan baham ko'ray dedim bu go'zallikda. Kech qoldik. Hechqisi yo'q, yana bu tarafga yuk chiqib qolsa, yana nima qilamiz? Kechasi tepadan olamiz. Plusda bu kanalda olgan bilan baribir nima bo'lmayapti kamerada. Bunaqangi tirnoq ko'rinmayapti. Men ko'zim bilan ko'rgandek ko'ra olmayapsizlar-da. Ko'rsalaring ekan maza qilardilar. Parkovka ekan, stoyanka. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Yana qiziq voqealar, qiziq joylar, go'zal joylar bo'lsa, videoga olishga harakat qilaman. Kanaldan uzoqlashmanglar. Podpishka uchun layklarni ayamanglar, kommentarlarni ayamanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar ham meni yaxshi ko'ringlar. Sog' bo'lasizlar. O'rtoqlar, yo'lda davom etmoqdamiz. Mostdan o'tyapmiz. Bu baland, juda baland. Kuni kecha bayog'larda qorlarni bosib yurdik. Endi qaranglar, qor hech narsa yo'q. Voy. Yana 740 mayl yo'limiz bor o'rtoqlar. Bu yo'l tugarmikan, nima deb o'ylaysizlar? Tugarmikan? Yana bu yo'l tugagani bilan orqasidan zakaz qilsak keyin yana yuramizda. Kamida yana 100 mayllik yo'lga zakaz qilsak kerak, chunki yerdan chiqib ketish bunaqangi yaqin o'rtaga zakaz chiqmaydi, uzoqlarga chiqadi. O'shaning uchun yo'lda to'xtab bir dam olmasak bo'lmaydi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Men yana yo'lda davom ettiray. Shu bilan sizlarni ertalab videoni ochaman. Birgalikda suhbatlashib ketamiz. Nima deysizlar, ma'qulmi? Kiyiklar yuribmiz. Mana shu kiyiklar chatoqda tipirchilab qoladi, birdan yugurib qoladi. Hey! deganingizda ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun yo'lga qarab ketish kerak. Kunduzgi yurmaydi, kechasi yomondan, kechasi ham pastlik. Kechasi hammasi bir-biridan qolganday yuradi. Bo'lmasa men diqqatimni yo'lga beray, yo'lga qarab ketay. Yana ertalab gaplashamiz. Let's go. Assalomu alaykum. Yana bir bor barchalaring o'rtoqlar. Kunni qaranglar, quyosh chiqib ketgan. Kun isib ketgan, konsertni yoqib qolganman, ketib boryapmiz. Ko'ryaptimi? 14 daraja kun issiqligi. Kecha mana o'g'lim muzdamol bo'layotdi. Floridaga ketganimizda. Endi hozir qaranglar. Konsertni yoqib qo'yib ketyapmiz. Yaxshimisiz, tinchmisizlar? Va damda oldim, ertalab to'xtagandim. Shu bilan soat 12 gacha dam oldim, maza qilib. Zapravkalar qo'yganmiz. Zapravkalarimiz to'la. Endi xudo xohlasa to'xtamasdan boramiz. 700 qancha? 750 mayl yo'limiz bor. Yo'q, uzr. 570 mayl yo'limiz bor. 570 mayl yo'limiz bor.
7,5 soatlik yo'limiz bor edi. Endi let's go. Hozir chiqdik yo'lga. Endi gazini bosamiz, o'rtoqlar, gazini bosamiz. Men hozirroq hayday sal yengillashib olay, sal yaqinroqqa borib olay, keyin yana videoni ochaman. Ma'qulmi? Yo'llarda qanaqa qiziq bunaqangi eski mashinalar bo'lsa, shunaqangi mashinalar bo'lsa, amerikanskiy kinolarda bo'lardi, toyaveradi. Ana burilayotgan payt. O'shunaqangi mashinalar chiqib bo'lsa, ajoyib video olishga harakat qilaman. Let's go deyman. Kanaldan uzoqlashmanglar, like'larni ayamanglar, kommentariylarni yozinglar. Yana bir bor assalomu alaykum deyman o'rtoqlar. Mana remontlar bo'yapti, mostlarni remont qilyapti. Xo'sh, Florida shtatiga ham kirib keldik. Kirish olmadim, o'tgan videoda ko'rgansizlar. Shunga olib o'tirmadim. Mana Garminimiz. Garmin deb yozib qo'ygan kishi, Garmin miyasi aynib qoldi. Turgan joyida qotib qoldi o'ziga o'zi. Bilmadim qachon ishlab ketadi bu Garmin. Shunaqa gaplar mana shom vaqti yo'llarda ketyapmiz. Yo'limiz oz qoldi, 170 mayl yo'limiz qoldi. Ya'ni 2 soatlik yo'limiz qoldi. O'shanga bir ozroq video olay dedim. Kuni bo'yi o'zi aytganimdek boya nima qildim? Obedgacha dam oldim, 3-4 soat uxlab olib, keyin yana yo'lga chiqdim, yo'l yurdim, faqat yo'l yurdim. Tak kunlar issiq, Florida shtati, pagodasi ko'ryapsan, ajoyib. Yam-yashillik. Bu yoqda qorlar yog'ib, muzlama bo'yapti, bu yoqda isiyapti. Ya kecha kelgan Pensilvaniyamiz endi qorlar erib yaxshi bo'lib qolgandi. Endi oldinga nimalarni aytyapman-da. O'tgan safar ko'rdilaring, qanaqa qorlardan yurib keldik. Bu yoqqa kelsak yoz bo'yapti. Bu yoqda hech kimning ishi ham yo'q. Hamma mashina top-toza. Biz kelyapmiz loy bo'lib, hali tragimizni yuvolganimiz yo'q, yurishimiz kerak. Endi ko'ramiz. Bu yukni tashlab olaylik, yana xuddi o'sha joyga o'tgan nimada Pensilvaniyadan Floridaga kelgan tarafimiz xuddi shunday, xuddi o'sha yo'l, bir xil yo'l. O'shanga ham menimcha bunaqangi video olgim kelmadi deb o'ylayman. Chunki aytdim bir xillik ham bo'lmaydi dedim. Biz kecha yaqinda olganmiz, o'tgan videoda olgan bo'lsam dedim. O'zi yana shu yo'lda olamanmi dedim. Keyin aytdim, odatni buzmaylik dedim, har doim dedim, shom vaqti dedim, qo'ldan kelgancha videoga olib nima qilardik dedim, o'shani buzmaylik odatni dedimda, hozir kamerani ochib sizlar bilan ozroq suhbat qilay dedim. Yangi kelganlarga assalomu alaykum deyman. Ibrohimbek Go kanaliga xush keldilaring deyman. Like'larni bosing, yangi kelganlar kommentarlarga yozinglar. Tanisalaring, tanimasalaring, taniymiz, tanimaymiz deb bu narsalarni yozinglar, nima deb yozsalaring. Shunaqa kommentarlar ochiq. Afsusat qilamiz, nima gap bo'lsa. Gaplashamiz. Bir chekidan. Keyin yana bir narsani aytaman degandim. Agarda kommentarlarga yozsalaring, nimadir savollar berib, o'shani keyin bitta video qilib chiqaramiz. O'sha yozgan kommentarlaringni video qilib chiqaramiz. Qani kim yozdi, nima deb yozdi, o'shani nima qilamiz, o'qib o'sha javob beraman video qilib. Sizlar kommentar yozinglar, men esa atvetni video qilib javob beraman. Mana mashina eshik ochyapti, mana shu payt qilib kelyapti, mana yengil mashina. Shunaqa paytda o'tadi-da, ular garanglar bor. Shunday asablar buzilib ketadi ishoninglar. Amerikada yurgan trakchilar biladi. Endi Yevropada qanday bilmadim-ku. Bu yoqda shunaqa, shu pоворот yoqsangiz kelib chiqilib, o'tolay deb. Shu paytgacha yurdik. Yuraver yana. Ahmoq bola. Kallam qursin tog'miya deydi-ku. Shunaqa. Beshna shunaqa. Shuni o'taman desangiz, avgonga chiqaman desangiz keladi. To'xtab turib. O'tolay deydi. Keyin o'taverasan. Sabr qilib, yengil mashina bo'lsa, bitta gaz bossang, ketasan uchib. Mashina kelyapti. Mashina kelyapti. Biz oldinga qarab kelyapmiz. Bu Garmin garang hali ham ishlagan yo'q. O'sha mana 5 minut bo'lyapti, hali ishlagan yo'q. Biz boya bir ishlab qoldi o'zidan o'zi. Yaxshi, zo'r dedim. Nima inspeksiyalardan o'tib oldik. Muammo bo'lmadi.
Shuni yana qo'ydik, bo'ldi, o'tib ketaveradi, ketdik. Lekin baribir biz Sayyid odamimiz juda qo'rqamizda. Aslida bular navorat yordam beradi. Aslida bular nima qiladi? Qani nima qiladi? Yordam beradi. Yana mayda ayb topib yo bir narsalar qilmaydi-da. O'shanda ham yurak qolmagan shu. Hech narsa demasligim bilib tursak ham bar yurakdan bar obbo shu inspection borda. Obbo shu tekshiruv borda deb turaveramiz shunaqa. Shu yomon. Sizlar qo'ydik, uni sekin yuryapti. Biz tez yuryapmiz. Shunga o'tib olaylik baqa. Bo'pti, yana maqsad gaplashamiz. Hozir buril, yoqqa buril deyapti. Garmin ishlamayapti-ku, o'shanga telefonga qarab ketishim kerak endi o'rtoqlar. Shu bilan endi xudo olsa borganimda video olaman. O'sha yuk topshirayotganmiz. Bunda ketdik 1, 2, 3, let's go. O'rtoqlar, nima qilibdi? Ochaman videoni dedim. Mana most bir ko'rsatib dedim yana. O'tgan videodan ko'radigan-ku. Xuddi o'sha yana o'sha most. Motorolmaydi, hech narsa o'zgarmagan. Aynan o'sha balandlikda. Mana qumlar bor. Ularga kemalarga otib ketadi. Yo'limizda bu yerda portlar bor. Portlar. Balandlikga qaranglar. Tezligimiz mana tushib ketyapti. Tezligimiz tushib ketyapti, sababi juda baland. Hazil bilan selli katta kemalar tagidan o'tib ketadi-da. Mana most. Mana balandlik. Hoppa. Bo'ldi, endi yo'limga qarab mashinalar qaranglar, uchayaplar. Yo'limga qarang. Yana mana shu mostga tugatib qo'yaylik, hech bo'lmasa. Most tugatib qo'yaylik. Mana qaranglar, bu yoqda o'sha pastlik. Katta. Bu daryomi, kanalmi, ko'lmi? Xullasda. 70 ga chiqib ketdi, sekin aşağıya. Mana orqamizdan tog'lar kelib, mazamiz qochilmasin. Ishlab olmasin, radarga tushmaydigan. Xo'p, o'rtoqlar, mana yana xuddi o'sha joyga keldik, ana shu yoqqa. Endi qog'ozlarni qo'l qo'yib olsak, bo'lishi bilan dams. Shularni uzib oldim. Endi qog'ozga qo'l qo'yib ketamiz. Xo'p, mana bu tovarlarni ko'ryapsizlarmi? Zaxiralarni eshikka qo'yadi. Eshiklar bor, karalar kirib, yuklar tushib oladi. Mana qo'llar qo'ydirib oldik. Endi shu bilan trak stopga borsak, nomerni qo'yishgan. Har bittasi nomer bor ustida. Qanaqa xabar qiladigan apparat ekan. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Şimdi trak stopga boraylik, yana gaplashamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana trak stopga yetib keldik. Damlarni ham oldik. Ertangi kundan sizlar bilan xayrlashyapman. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rganlar uchun barchalarga katta rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar ham meni yaxshi ko'ringlar. Tinch omon bo'ling, Allohga omonat bo'linglar. Yangi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Ungacha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha, bay bay.